Rejani bajarilishi. Xalaq 5-oltida Niyozxo'ja Xayrixushbekov kolxozlari Guliston mahallalarida 5 yildan murojaatlar eng ko'p tushganligini ko'rish mumkin. Hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari, kelgusida tumanni jinoyatchilikni oldini olish, unga qarshi kurashish quyidagi e'tiborlaringizni qarashlarini so'rayman. Tan jarohati yetkazish asosida
qarindoshlar, urug'lar, aka-ukalar, qo'ni-qo'shnilar o'rtasida kelib chiqayotgani sababli ularning murosasiz kelishmovchiliklarni o'z vaqtida aniqlash, muammolarni uzil-kesil hal qilish choralarini ko'rish, firibgarlik ayniqsa axborot texnologiyalari orqali plastik kartalardan pul yechib olish holatlari yo'l qo'ymaslik va kamaytirish, erishish maqsadida targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish, fuqarolarga mehnat jamoalari tushuntirish va hushyorlikka chaqirish, ta'minlashga alohida e'tibor qaratishlari lozim. O'g'irlik, yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida tushuntirish va targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish, alohida toifalarga kiruvchi shaxslar, ya'ni xotin-qizlar, yoshlar va voyaga yetmaganlar bilan yakka tartibda ishlash, yashash va ish joylaridan murabbiylar biriktirilgan holda jinoyat va huquqbuzarliklarni sodir etishlarini barvaqt oldini olish, ularning muammolarini o'rganish, aniqlangan muammolarni bartaraf etish choralarini ko'rishni taklif etamiz. Axborotim tugadi, savollaringizni ma'ruzachaga kimning savoli bor? Marhamat. Qayerda yutuyorlar? Ana kumushga nimasini aytyaptilar. Endi uni klipga qo'ydingizmi? Yo'l ko'rib chiqamiz, hozir aytamiz, gaplashamiz, yo'l qurish bilan gaplashamiz. Borib joyga ko'riladi. Endi baland qo'yilgan bo'lsa, shu normativlarga qo'yilgan bo'lishi mumkin, ko'rib chiqamiz endi. Hozir zina qo'yilmagan. To'g'ri masalani ko'taryaptilar. Men o'zim ham ko'rib hayron qoldim buni. Ikki tomonga ham qo'yilgan ikkitadan nima? Agar kechlikka obgonga chiqaman desa bir nima, endi qo'pol bo'lsa bir ahmoq nima bo'lsa agar, shofyor bo'lsa agar urusha mayli, mashinani olib o'tib ko'p nimalar kelib chiqadi. O'zini o'zi baloga qiladi. Ko'rsin o'shani nimalar men o'zim ham aytaman deb o'tirdim. Yana kimda savol bor? Marhamat. Behruz tushundim. To'g'ri aytyapsiz.
shularga ogohlantirishni, iloji ogohlantirishni birinchi marta albatta qaysam nima chorasini ko'rmasak, bu holat shundayligicha saqlanadi. O'sib kelyapti-chi, masalani sizga tushib qolyapti. Shuning uchun mani taklifim shu chora ko'rish taklifini kiritmoqchi edim. Men aytdim, so'rovga kirdik, kecha ro'yxatga degan qilmadi, 9 million bu yerda yurish ekan. O'zi yana qilmadi. Sizda yana alohida chaqirib gaplashamiz. Biz bilan 100%gacha nima qildi u? Mana deputatlar bilan birgalikda chora ko'rish bo'yicha taklifni kengash raisiga kiritasizlar. Yana nima qilamiz? Ko'ramiz, muhokama qilib. Keyin o'sha kimlarga jazo, kimlarga boshqa nima o'sha haqda kelishib olamiz bo'lmasa. Kimning savoli bor edi? Rahmat ayting. Demak, muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarori qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi barchaga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha yana biror takliflar bormi? Bo'lmasa agar, demak, shu qaror loyihasini asos uchun qabul qilamiz deb taklif kiritiladi. Demak, taklifga qo'shilganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat, demak qabul qilindi. Ruxsat bersangiz, endi 11 ta masalamiz bor kun tartibimizga. Sal qisqartiradigan bo'lsak, o'zi vaqtdan ancha navbul bu 11 ta masalani ko'radigan bo'lsak, demak, kun davomida o'tirib ishlashimizga to'g'ri keladi, lekin hali qiladigan ishlarimiz ko'chada ham juda ko'p. Hammani endi vaqtini olib o'tirmaylik, qisqa o'tamiz. Demak, keyingi masala Vobkent tumani mahalliy byudjetining 2025-yilgi erkin qoldiq hamda birinchi chorak qo'shimcha manbalar hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlarga mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. Demak, so'z Vobkent tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Qidirov Jo'rabek Qahhorovichga. Tayyormisiz? Tezda. Endi bu juda muhim masala bo'lgani uchun men nima qilaman? Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Qisqacha o'sha savol beraman. Vobkent mahalliy byudjetining 2025-yilgi erkin qoldiq mablag'lari birinchi chorak qo'shimcha manbalar hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlar uchun O'zbekiston Respublikasining mahalliy hokimiyat to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-fevraldagi PK-128 qarorlari va shunga tegishli yana bir qancha qarorlarga asosan shaharlar byudjetlarining qo'shimcha manbalarini aniqlash, ulardan foydalanish tartibga solish to'g'risidagi o'sha qarorlarning tegishli ilovalariga asosan namunaviy nizomning 11-bandiga asosan tuman mahalliy byudjetining mablag'larini yo'naltirish bo'yicha tuman hokimligining takliflari jamoatchilik muhokamasida o'tkazish uchun bu kiritilgan edi. Ya'ni o'sha 2025-yilgi erkin qoldiq hamda birinchi chorak qo'shimcha manbalar hisobidan mablag'larni ajratish to'g'risida tuman hokimligi jamoatchilik muhokamasiga joylashtirildi. Ushbu munosabat bilan joriy yilning 1-oktyabr o'qituvchilar kuni tadbirlari xarajatlarini to'plash maqsadida kiritilgan ushbu mablag'lar 49 million o'qituvchilarni 1-oktyabr o'qituvchilar kuni munosabati bilan bayram dasturxoni uchun hamda o'qituvchilar kuni munosabati bilan bayram sovg'alari uchun 20 million, jami 19 million mablag'lar kiritilgan. Bundan oldin shunaqa ajratilganmi? Hozir agar hozir shuni biz tasdiqlasak sessiyaga shu qonuniy bo'ladimi? qonuniy bo'ladi. Bu Hech qanaqa noqonuniy joyi yo'qmi? chunki uyda qarorda ko'rsatilgan mahalliy byudjetda rejalashtirilmagan, ya'ni ko'zda tutilmagan mablag'larni erkin qoldiq hamda qo'shimcha manbalar hisobidan mablag' ajratish to'g'risida. Man birinchi kun bu yerga ish boshlaganimdan aytganman, moliyani rahbariga ham, birinchi o'rinbosarimga ham, bu ajratiladigan mablag'lar hammasi bu byudjetning pullaridir.
bir so'mni noqonuniy ishlatishga haqqimiz yo'q, to'g'rimi? Siz rahbar bo'lib tayinlanganingizga ham sizga ham shu gapni aytdim. Bir so'mni biz uni noqonuniy ishlatish hech kimga unaqa vakolat berilmagan. Shuning uchun men bitta topshiriq beradigan bo'lsam agar avval o'sha kimdir shu mablag' masalasiga bog'liq muammo bilan keladigan bo'lsa, masala bilan keladigan bo'lsa, men birinchi o'rinbosarimni moliyani rahbaridan so'rayman. Shunga biz mablag' ajratadigan bo'lsak, qonuniy bo'ladimi? Noqonuniy bo'ladigan bo'lsa ajratmaylik. Ha, bo'ladi, ajratib bilamiz, qonuniy bu degandan keyin men o'sha nimaga odamga va'dani beraman keyin. Keyin va'da beraman, bo'ldi, biz ajratib bilarkanimiz, sizga biz yordam beramiz, faqat ana bu vaqtga deb aytaman. Lekin yana o'sha talab qilamanki, byudjetni pulini bir so'm noqonuniy ishlatish mendan boshqa hech kimga haqqi yo'q. Demak, bu ham qonuniy bo'ladigan bo'lsa, demak, deputatlarimiz rozimi shunga? Endi deputatlarimizning orasiga ham, bu yerga ham ko'pchilik nimalarimiz, o'qituvchilarimiz, ustoz, murabbiylar turibdi. Endi shu bayramga ajratilgan bu. Menimcha noqonuniy joyi bo'lmasa kerak. Bo'ldimi, yaqinlarni? Yana bormi? ishtirokchilari infratuzilma bo'yicha infratuzilma ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi tashkil etilgan shu ishlarni summasini Marhamat. barchaga shu oldin sessiyaga tasdiqlab olgandik 698 millionni shunga o'xshagan o'tgan tuman hokimligi huzurida